Bismillahirrohmanirrohim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahih hadislarida mana bunday deb marhamat qiladi. Qaysi inson uxlayotgan vaqtda, ya'ni yotishdan oldin oyatul kursiyni o'qib yotadigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo u insonga tong otgunga qadar Alloh taolo u insonni saqlab turadi. Va u insonga bironta shayton yaqinlashib vasvasa qilib uni yomon tomonga burolmaydi. Va boshqa bir rivoyatda ham keladi, qaysi inson uyda turib oyatul kursiyni o'qiydigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo u insonni ham hifozat qiladi. Olimlarimiz aytadi, qaysi inson oyatul kursiyni o'qib uylarni burchaklariga dam soladigan bo'lsa, o'sha uydan shayton chiqib ketadi va kechqurunga qadar Alloh subhanahu va taolo shaytonning vasvasasidan saqlaydi. Va kechqurun ham shunday qilib dam solinadigan bo'lsa, tong otgunga qadar Alloh subhanahu va taolo shaytonning vasvasasidan hifozat qiladi. Demoqchi bo'lganimiz azizlar, har bir holatda biz shaytondan, nafsimizdan va boshqa bir Alloh subhanahu va taoloning balo ofatlardan saqlanishlik uchun oyatul kursiyni doimo o'qib yuraylik. Yana bir olimlarimizning aytgan so'zi bor. Qaysi inson oyatul kursiyni yozib va eshiklarini ustiga qaysi bir yeriga munosib bo'lgan yeriga ilib qo'yadigan bo'lsa, o'sha uyga bironta bir yomonlik qiladigan insonmi, jinmi yomonlik qila olmaydi. Masalan, hasadchilar kelishligi mumkin. Alloh saqlasin, bir yomon niyatdagi insonlar yoki bir sizga ziyon beraman degan bu shayton bo'lishligi mumkin, jin bo'lishligi mumkin yoki insonlarning ham iymoni zaiflari bo'lishligi mumkin. Birontasi hech qachon sizga ziyon bera olmaydi. Shuning uchun azizlar, har bir holatda oyatul kursiyni o'qib va o'zimizga dam solib, doimo o'sha oyatni tilimizdan tushirmay o'qib yurishga harakat qilaylik.